بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. Hadan kentida yaşagan Yaqub uzun yıl shu yerda yashab kelgan tog'isining qo'ylarini beqish bilan hayot kechirdi. Butparast bo'lgan Hadan xalqi yomg'ir yig'ish uchun Babilning oni ilohi bo'lgan ishlarga hadiyalar sundi. Ular bu kentda yomg'ir yog'masligining sababini Yaqubning ilohlarni norozi qilganligidan deb qaradi. Hadan kentida Yaqub insonlarga birli Allohga ishonishni va uningga birlikda e'tiqod qilishni so'zlaydi. Yaqubning Rahila, Laya, Bilha va Zulfay ismli 4 ayoli bor edi. Rahiladan boshqa 3 ayolidan 10 o'g'il va 1 qiz farzandi bor edi. Uzun yillardan keyin Rahila homildor bo'ldi. İşler ibadatxonasining kohinlari bo'libmi sehrgarlik qiladigan ishlar Yaqubning insonlarga birli Allohga ishonishi uchun qilgan vaz-nasihatlaridan bezak. Faqat Hadan shahrining valisi bo'lgan Laban Yaqubning tog'isi bo'lganligi uchun Yaqubga ziyokashlik qilolmaydi. Bir qatim Hadan xalqidan birisi iloh ishlarni past ko'rganligi uchun Yaqubga ibrat qilishga o'limga hukm qilindi. Mahkumga o'lim jazosi ijro qilish uchun o'tga etilish oldida Yaqub tarafidan pul to'lanib qutqizib olindi. Bu qatimki ish bu mahkumning va ayolining Yaqubning vaz-nasihatlariga ishonishiga sabab bo'ldi. Bir mezgildan keyin Rahilaning to'lg'oqi boshlandi. To'lg'oq azobining ig'irligidan hech kim Rahilaning va bolasining sog'-salomat bo'ladiganligiga ishonch qilolmaydi. Sehrgar ishlar va Hadan xalqi ilohlarning g'azabi Yaqubni jazolaydi deb qaraydi. Rahilaning to'lg'oq azobi ig'irlab bo'shidan ketildi. Laban ayni vaqtda tug'ut onasi bo'lgan ishlarning Rahilani qutqizalaydiganligiga ishonadi. Lekin Yaqub bir butparastdan yordam talab qilishni xohlamay, duo qilish uchun o'rmonlikka ketdi. Rahilani otasi Laya topshirdi. Yaqubni ilohlarning jazosiga loyiq ko'rgan ishlar ibodatxonada Rahila va bolasini yo'qotish uchun tayyorlik ko'rib, o'tqa har turli narsalarni tashlab, afsun o'qib ilohlardan Yaqubni jazolashni tilaydi. Yana bir tarafdan Yaqub o'rmonlikda Allohga yalvorib duo qilayotganda Rahila ig'ir og'riq sababidan holidan ketdi. Milodidan ilgirki 160-yil
Ey ulug' ishtar, ey ona iloh, ey shafqatlik iloh, ey berkat ilohi, bu balni qutqizgin, onasini suyundirgin. Bu balının anası dergahingda sana qimmatlik sovg'alarni berishga va'da berdi. Men ishtardan balamni qutqizib olishni tiladim. O mening bu tiligimni qabul qildi. Siz va ulug' ishtarga minnatdorman. Shafqat iloh ishtarga shukr aytdim. Sizga ko'p rahmat. Oğlum ölüp ketish oldida siz onu qutqizib oldingiz. Sana shukr bo'lsin ulug' ishtar. Men oğlumni qaytarib berdim. Sana meni shukr aytdim ishtar. İşler oğlumni qo'llaydi. Sana ko'p shukr ishtar. Hech shubhasizki, o balımı bizning balamizga o'xshashli yaxshi bo'lib ketadi. İşler şefkatlik ve kudretlik ilah. Çokum onu sakaytı bitudu. Ha, çokum şundaq. Qani mangayli. Sizlar nim bo'ldinglar? Sizlarga bütün farishtalar sajda qilyapsa, sizlar o'zinglar yasab olgan butlarga sajda qilamsizlar? Bütün kainat sizlarga bo'ysundirilgan tursa, sizlar mushu jonsiz butlarga yigilamsizlar? Ey, sen bu sözlerini uyduruvatsan, ilahlarımızga hakaret kılıvatsan. Ben bu sözlerini kılçılık uydurup çıkamadım. Ben Allah'ın elçisi, onun kitabıdır sözlevatım. Bu köygününla samavi kitap. Atam İbrahim peygamberge düşürülgen söhüptür. Ben o ekegen dini işini ve bu dinni tebrikleymen. Özüm hiç kançılık dersini koşup koymadım. İlahimiz hıyanet kılışını o samavi kitap sözlüdü mü? Ben hıyanet kılmadım. Sonra bakay. Bilsenla cevap verinla. Bilmesenla kubul kılanla. Sizlerden sonra bakay. İşler ibadethanısındaki heykelle silahını yarattı mı? Ya ki silah ulanı yarattınlar mı? Silah işlerge hüküm kılamsızlar ya ki işler silahge hüküm kılamdı. İşler sen etkandek aciz ve zayıf bir taştan ibaretli olsa, oğlunu kanakçılık kutuzu olamaydı. Doğru gap kıldı, biz köydük. Doğru, bizim köydük. İşler onu oğlunu sakayttı, ben mi köydüm? Senince oğlunu sakaytkan işler mi? Menince undak emas. Her işini bilgen alim Allah'tır. Sen her kanca Allah'tan başkağı sığınıp, başkadan yardım tilisen mi? Kollarının bütün ahvallardan haberdar boğan Allah, öz merhametini gözlüp balağını sakayttı. Gözünle fakat işler mi köydü? Ama hakik şafaatçini köremedi. Yakut'un sözlerinden hulası şu ki, biz öz ilahlarımızı taşlap, onun ilahiga işleyişimiz lazım. Şundak mı? Ondaqda öz ilahimizde köge yaxşılıqni senin ilahingda görelemdik. Ben silahını teximi ulug' bir ilahga işinishga davet kılıvatım. Bütün varlıklardan teximi üstün bir ilah. Senin ilahingdan başka ilahlardan texim üstün kelligini nereden bilimiz? Senin ve ilahingdan işler ibadethanasındaki kayırlarga o'xshash, baylıkımızga baylık qo'shib berdiganligiga qanday ishimiz? Hammanglar bilasizlar. Yıllardan beri men Labanning padicisi. Bugunga qadar hech qanday haq talab qilmadim. İşleş ve padişçilik qilishdan boshqa biror ishimni ko'rdinglarmi? Haq talab qilsang qanday bo'lmoqchi? Senin hazırqadar küçüm yoktu. Bunu senin kahiylardan tüventirdiğini aniq. Hammanglar o'xshash. Qo'llaringlarga kuch kerak qo'shinlar to'ysa, hammanglar o'z nafsinglarga cho'tasizlar. Sen haqlisan. Bir tallı oğlun ağırıp qalğanda hech kim sana yardım qilmadi. Ne sehrigar işler, ne senin ilahin işler. Bütün ilahlardan yüz örüşke haqlisan. İbadethanın aciz ilahi mening diqqatimni tortamaydi. Sening ilahing shundoq. Biz ilahlarni 7 kitap qiltatdik. Yana bir ilahga chidishimiz qolmadi. İbadethanın memurları geldi. Haris, koş! Bu tarafga ketdi. Bu tarafga. Onu tutmanglar. Onu günah
günahı yok. Şükür qil, sen vali labanning kuyi o'g'li. Bo'lmasa men seni qanday qilishni obdan biletdim. Sendin ve ibadatxonaning ma'murlaridan men qo'rqmayman. Tarqilinglar. Yaqubning qalayinqan so'zlariga hargiz quloq solmanglar. Uning ishlarga qilgan haqoratlarining fadanga qo'rqoqchilik keltirganini ko'may otamsizlar. Ketinglar. Uning gapiga hargiz quloq solmanglar. Bo'ldi, qaytinglar. Yakında yağmur yağmasa, Fadan halkının bütün ziraatları ziyanga uçuraydı. Rahmet yağmurunu bizden ayımaslığı için Allah'a dua kılaylı oğlum. Dada aviyat ne boğandı? Bu Fadan halkının konu bir adeti. İşlerge düşman boğanlarını otqa taşlaydı. Mehkunni mençanaqda otqa atıdı. Onun günahı nima? Ay ulug' kahin. Uni afv qilsangiz. O'tinib qolay. Bizga chiqsa olsun. Meni qo'yib o'tinglar. Uni qo'yib o'tinglar. Sen qo'ylarga qarab turgin, men bu yerga qarab. Uni qo'yib o'tinglar. O qanasiz. Adam ceza tashlash kerak. Qattiq jazolash kerak. Uni jazolash kerak. Tashlash kerak. Qo'yib o'tdinglar. Nima qildi? Hech gunohi yo'q. Qilmadim, meni qo'yib o't. Shunday emas. Hech qilmadim. Moyadam qilinglar, men gunohsiz. Jazolash kerak. Gunohi yo'q. Uni qo'yib o'tinglar. G'ayrat qildi. Tashlash kerak. Qo'yib o'tinglar. Men gunohsiz. Ochiq jazolash kerak. Jazolash kerak. Uni o'ldirish kerak. Uni qo'yib o'tinglar. Qo'yib o'tdinglar. Jazolash kerak. Qilmadim. Uni o'ldirish kerak. Günahkar Haris işlerinin düşmanıdır. O taştan yasalgan, aciz ve kudretsiz ilahtır dep işlerini köz gelmegan. Fadan halkının konu adetiga asasen ulug' ilohimiz işlerge xiyanat qilganlar bence naqlat o'qqa etilish kerak. Kafirning jazosini beringlar. Öldüreylik! Günahsız! Bunun hiç kandak günahım yok! Günahsız! Benim hiçbir günahım yok! Ben günahsız! Fadan halkı, ben günahsız! Bana yardım kılınlar! O günahsız. Onu koyun kılınlar! Onu koyun Ben günahsız! Ben günahsız! Bana yardım kılınlar! Qancha so'zlasangmi beka, xun to'laysan yoki o't tükürib o'lasan. Onu koyun Benim hiç kandak günahım yok! Beni ok taşırarlar!
Fedon halkı beni qutqizinglar. Meni o'tib tashlamanglar. Buning xunaki qanchalik? Mana men to'layman. To'lamoqchimisan? Yo'q. Onu ishlarning dushmanlaridan biri. Sen degan ishlarning dushmani. Avval o'zingning xunaqini to'la. Tushundingmi? Bo'ladi. Undaqda meni nemish tutmaysizlar. Men chanoq bilan o'tga etish bizlarga nisbatan noto'g'ri bir ish emas. Cho'ng odam Ibrohimni Namrudning buyrug'i bilan men chanoqda o'tga etilgan edi. Sen valiyning jiyani ham köy o'g'li bo'lg'achqa, uning soyasida bugunga qadar tutilmading. Bu xil ahvol ostida hukumatga mansub bo'lganlar ilohlarga xiyonat qilganligi uchun jazolanadiganligini bilib. Darhol uni tutinglar. Cho'ng dadisiga o'xshash o'tga selinglar. Qo'yutinglar. Meni qo'yutinglar. Meni qo'yutinglar da'vatini nima bo'ldi? Onu qo'yutinglar. Onu mu qo'yutinglar? Tez bo'linglar. Faris jazolanishi kerak. Yaqub onun uchun xunaq to'lasa, sizlarning jazolashga haqqingiz yo'q. Onu ishlarning dushmanlaridan biri. Yaqub Farisning xunaq uchun 500 dinar to'laydi. Chatoq yo'q. Men bu pulni to'layman. Ulug' Allah, yaxshi niyatli tog'am bilan meni qo'g'dig'ay. Yana qachongacha sening xatoliklaringni tuzitib yurayman? Minnettarmiz. Bo'ldi, o'zing ko'p rahmat. Bu pulni to'lab tugugicha sizga ishlab beraman. Sizga ko'p rahmat. Hayotimni qutqizib qoldingiz. Ko'p rahmat. Hayotimizni qutqizdingiz. Bizga yangi hayot baxsh etdingiz. Yuring, qaytaylik. O haqiqatan bir yaxshi odamdek ko'rinadi. Yillardan beri ishlar Fadon va Bobil xalqidan qurbonlik oladi. Dadang Laban dal vaqtida kelmagan bo'lsa, ikkimizni o'tqa tashlagan bo'lardi. Faris canini qutqazgan uchun ishlarga ishonishdan voz kechib Allohga iymon etish mumkin. To'g'ri aytding, Roil. U qutulgan vaqtdan boshlab birla Allohga ishonadi. Mehminimiz qachon keladi, Roil? Pat yaqinda. Allohning payg'ambari. Yillardan beri sening bir farzand tug'ib berishingsan. Allohning so'zi bilan
yakında bu saklaş. Ah. İsardan bilen birlikte gellergi salam. Padişah Yakup salam. Minnettarım. Görüp duruptu men ki, işler ibadethanısıga soğan ekipsi. İlahlarını razı kılışımız gerek. Olmasa yağmur yağmay ziraatlarımız ziyan uçuruşu mümkün. Bu komulaga ilahladımın bekrek ihtiyaclık ekenliginlerini oylamamız. Bazılar ilahlar hıyanat kıvatıdır. İlahlarını gazbını besiş için cefasını biz dağıtvatımız. İşler ibadethanısıdaki taş heykellerinin iradesi bilen yağmur yağdıgalıkıga işilemsin. İlahlarını gazbını keltirip yağmur yağmasına sebepçi boğan dağısının başında kıpırı sözlerim. İlahlarımızga hıyanat kılıştın vazgeç Yakup. Nemişka özünlağı bundak zulüm kılısın. Her işe kadir boğan Allah'ını taşlap, taş heykellergi çokunu vatsın. Nemişka karaygın kalbinlani, yigana Allah'ın nuru bilen yürütmaysın. Ulug' ishtar, bereket ilahi ibadetxonasini sening dushmanlaringning qini bilan qutluklayman. Qurg'oqchilikni bu zimindan yiroq tut. Fadan xalqiga yomg'irlaringni oyima. Ulug' ishtar, tilaklarimizni qabul qil. Bereket ilahi, ulug' ishtar, sana yolvurimiz. Tilaklarimizni qabul qilib, fadan xalqiga yomg'irlaringni yog'dir. Bereket ilahi, büyük işler sana yalvarımız. Yakup her vaxtki o'xshashlar ibodatxona oldi turdi va ilohimizga haqorat qildi. Oxirida bir narsalarni so'zildi, ammo men bir narsa olmadim. Hech nimani olmadim. Yakup onundan vazgeçmegidek. Büyük işler, yağmurlarını fadan halkıdan ayıma. Yakup yeniden başlaptı. İlahlarının lanetiga uçuruşunu dileymen. Hem de onun bilen kandak gelişimiz. Sen Laban'ı büyüğe çağır. Ben çokum amal tapıman. Hazırlı berip Laban'ı bu yer teklif kal. Efendim, başkayın sizni ibadetxona teklif kılıvatıdır. Bire mühimmiş baba. Efendim. Oldu toktağla. Bu kadem yani oğurluk kısa. Bu yerden ürünü çıkarıp bildin mi? Verdi birey. Onu koyutanla. Ben de herkes ondan kılmayın. Anlama. Yani şu padişah Yakup'un vakası efendim. Yakup'un kağalları men için hiç dememez. Ama efendim o ilah hıyanet kılıvatıdır. Onun lazımlık cevap vermek kahilanın vazifesi. Cevap vergidek macalalar bulmasa nemiş kimine avarı kılsın he. İlahlarının ilahi ulug' işler qattiq g'azablanyapti. Men qurg'oqchilikni ko'ryapman. Fadan kentining to'rt tarafini qurg'oqchilik va o'lim qoplaydi. Men berip başkayın xabar İşler qilay. o'ziga qilingan haqoratga chidab turolmaydi.
birisi işlerinin açığını keltirip koyuptu. İlahlarga xiyonet qilgan kishi patiqinde jazolanadi. Büyük işler özgü birisinin kurbanlık qilishini xohlaydi. Biz kurbanlık berishimiz kerak. Laban, sen Yaqubning kupri so'zlariga to'sqinlik qilmasang bo'lmaydi. Xalqning iymoniga sizlar javobgar. Men kohin emas. Vali Yaqubning qilganlari o'ziga. O'zining jiyani ham qizlarining eri. Men Yaqub emas, balki Fadon xalqining yaxshi, xotirjam turmush kechirishiga mas'ul. Mana bu sababdan uni bosh tutdim. O Fadon xalqining huzurini qochiryotdi. Fadonning huzurini qaytirib ber. Yaqinda butun Fadonni qurg'oqchilik qoplaydi. Yaqub bu voqealarning bosh javobgori. Yillardan beri hozirga qadar mening ne'matlarimning va qo'ylarimning ko'payishiga sababchi bo'lgan Yaqub, qandaqsiga Fadon xalqining huzurini yo'qotgandek, nima uchun qurg'oqchilikning sababchisi bo'lgandek? Chunki Yaqub uch-oshkor holda ilohimizni qarshi chiqishga boshladi. Buningdan ilgari Yaqub Babilning ilohlariga ishonmaydi. O'choqlarda qurg'oqchilik bo'lmagan. O vaqt Yaqub o'zining e'tiqodini yushiratdi. Hozir uch-oshkor o'tirib chiqdi. Har kimning oldida ishlarga xiyonat qiladi. Uni jimiqtirish kerak. Ujuqtirib yetmanmi? Shundaq. Babil davlati seni nimishqa vali qilib qo'ydi. Demak, Babil davlatining nimishqa meni vali qilib qo'yganini bilamsan. Ondaqda qo'lig'ingni ding tut. Men sendan yoki ishlar butxonasidan hargiz buyruq olmayman. Shu topda Babildagi ishlar ibodatxonasidagi bosh koinning bu voqeadan xabardor ekanligi aniq. Bo'ladi, Yaqub bilan so'zlashay. Yaqubqa mening va oilamdagilarning beshiga bir ish kelsa, uning javobgar bo'lganligini aytib qo'y. Baldur yetilgan xo'razning beshi baldur kesiladi. So'zingga diqqat qil. Bu qadim seni kechirdim. Kelarki qadim hargiz kechirmayman. Anladingmi? Agar qurg'oqchilik bu yillik mahsulotimizni yo'q qilsa, Yaqub va uning oilasilarini kechirmayman. Mahsulotlarimiz hozirdan boshlab qurib ketyapti. Hech qanday umid yo'q. Dada. Xush kelibsiz dada. Bu yerga qizlarimni yo'qlab kelishga seni qaysi shamol uchirib keldi dada? Kep qolsan-ku. Bu Yaqub vazgeçmendik-a? Sana nima bo'ldi? İşler ibodatxonasining koinlari sana Yaqub to'g'risida arz qildimi? Aslım, hech qanday gunohi yo'q. Dadam yuz bergan har qanday bir voqea koinlarning yoshirin planimi. Siz mi yaxshi bilasiz, Yaqub o'zining payg'ambarlik vazifasini o'tashdan boshqa bir ish qilgani yo'q. O, Babilning 1000 yillik koinlardan nimani izlaydi? Ondaqda o o'zining dini to'g'riliq so'zlasin. So'zlisi mening tavalligimni so'zlasin. Nemish xalqning e'tiqodiga aralashidir. Xalqning e'tiqodiga aralashishga haqqi yo'q. Xatolashyapsan dada. Ular bu ishlarni chidab turolmaydi. Dada, Yaqub insonlarning birla Allohga e'tiqod qilish uchun Alloh tomonidan avatilgan bir elchi. Xuddi cho'ng dadasi Ishoq va dadasi Ibrohimga o'xshashlar. U o'zining vazifasini ado qilsin. Siz o'zingizning vazifasini ado qiling. Sizlar uning o'xshash jo'ylayapsizlar. Agar men vazifamni ado qiladigan bo'lsam, sizlar ko'l jazirlarga berib yashaysizlar. Dada, men va qarindishim Layya erimizning dinini qabul qildik. Uning vazifasini yaxshi ado qilish uchun uni yordam qilamiz. Sizlar sarang bo'lsizlar. Mening ko'nglimni nimishqa tushirib qo'ymaysizlar. Babildagi ishlar ibodatxonasining bosh kohinlari mening jiyanimning Fadonni nima qilib yurganligini bilsa,
Beşimga nima kun keladiganligini bilarsizlar zodi. Yaqubning ilohining kuch qudrati Babildagi ishlar ibodatxonasining boshqa ayinlarning kuch qudratidan qudratlidir. Tash haykallardan emas, Allohdan qo'rqishimiz kerak. Uning ilohi bilan bularning ilohi men uchun baribir. Men faqat Yaqubning meni Fadoni qiyin ahvolga tushirib qo'yganligini so'zlayapman. Men bo'ldi Rahila. Rahila men bo'ldi. Rahila, sana nima bo'ldi qizim? Vaqti to'sqan o'xshaydi. Yordam qilinglar. Haris, bosh efendim. Tez bo'l, Yaqubni chaqirib kel. Tez bo'l, mening etimni bilib baq. Ma'qul. Hadırçılık, hayvanlarını qoğdaş ve kütüş üçün. Peygamberlik bolsa, insanların doğru yolunu tepişiga yardımcı buluş deganlikdir. Belki bu sebepten peygamberlerin köpüntüsü padişçi. Men ballarımga yol gösterkiçlikni uygan soğun deb, qo'ylar bilan birlikte bu yerga kelgan. Biroq nima uchun mening ballarım zo'migarlikni ve çoğunçılıkni üstünlükning o'lchimi deb qaraydigan. Zo'migarlik ve çoğunçılıkni ularga men o'rgatmadim. Oyingning cho'g' bo'lib dadimizning o'rnini olmaysiz. Bo'ldiqlar. Turinglar, hey, turing. Turing. Ailening cho'ngi ve mening o'rnimni oladigan kishi kuchli bo'lishi kerak emas, balki Allohni eng ko'p sevgan ve yaxshi ko'rgan kishi bo'ladi. İbrahim ve İshak Allah'ın en küçük emas, belki en yaxshi kulları edi. Neymiş oldu? Koylanı size gelin. Tamam. Dadam ne gitti? Mühim iş yok. Koydan yığıp biz mi kayıtınız? İlha, Railəsinin Keynandık ayalımı. Ha. Railə bilə yaxşı tutamsızlar. Yaxşı. Nəhayət yaxşı idi. Yaqub bilanmı, Rahila bilanmı? Nəhayət yaxşı ütətdi. Bilmem. Əgər Rahila tutsa, hər ikisi mən qarmaydı. Nimişki bundaq oylaysan? Yaqub bilə Rahila nəhayət yaxşı kişilər. Yaqub Rahilani bək yaxşı görüdü. Əgər onundan birər ballıq bolsa, onu başqa ayallardan texim üstün görüdü. Onun qancha ayalı var? 4. 4 dedin mi? Ha. Mən Zulfay, Leyla və Rahila. Zulfay mı çatıb qalıdı. Tez mağaylı. Keçib qalsaq yəni məndə görüb, mən günah artıdı. Mən bundaq oylayman. Yaqub adil və şəfqətli bir insan. Kündəşlikning o'rniga texmi kən qılsaq bolsang, sana bo'lgan sevgisi texmi aşıdı. Hiç ensireme kızım. Biraz çınamlıq bo'lgin. Valimiz Laban'a salam bo'lsin. Nemini sorsan so'rag'in. Men faqat Rahila va bolaning sog' salomat bo'lishini umid qilaman. Azobni tutdim. Bak ensirab ketmang.
Özgürlüğün Allah şefkatli ve mihribandır. Rahile, Rahile. Rahile, 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 uyan Rahile. Rahile, Rahile. Rahile. İlahlarning g'azabiga uchrab ketgan bo'lmasin yana. Balaga sen qara. Hammanglar uchun duo qilinglar. Duoyinglar texim tez ijobat bo'ladi. Tez bir amal qilinglar, nimaga tursizlar? Bu yerda neymiş bo'lgandi? Ha? Bilmadim. Hech nima deyishmadi. Tinchlikmi? Rahilaning ahvoli qanaqroqdir? Men uqmadim. Biri ishdan xop qipti. O't va qon ko'ryapman. Bu o't eng avval bizga ishonmaganning etikiga tutishudi. Qurg'oqchilikning ko'langisi kentimizni qoplayotdi. Ilohlarga xiyonat qilganlar jazolanadi. Ishlarga xiyonat qilganlarni jazolanadi. Ishlar ibodatxonada ilohlarni ko'zga ilmaganlarni qog'avatdi. Ular cho'qim o'ziga tushliq jazosini tortadi. Bu o't avval bizga ishonmaganlarga tutishidi. Ilohlarga va ishlarga xiyonat qilganlar ilohning jazosiga uchraydi. Rahilaning ahvoli qanaqroq? Ancha yaxshi emas. Bir amal qilsanglarchi. Rahila hech yaxshi bo'lolmayapti. O'zingni tutib ol. Bizning Rabbimiz bor. U nimani iroda qilsa, shu ish bo'ladi. Sizlar uning ishlarning va sehrgar ishlarning la'natiga uchirganligini so'zlayapti. Ma'qul, qani ko'ramiz. Rahilaning ilohi ulug' va qudratimi yoki ishlarning ilohimi? Rabbim! Rahilaga yaxshi qara. Men yana kelaman. Nega borasiz? Bizni bu holda tashlab ketma. O'zingni tutib ol. Mening birdam yolg'iz turg'im bor. Sen ilohingning xolig'ini qil. Men bundoq turib saqlayolmayman. Tebib
Doğru tepip kızımni qutqizishim kerak. Men bu bir tiyip izlab ketyapman. Haqiqiy bir tiyip. Fadan xalqining ham qizlarimning beshiga balo bo'ladigan bo'ldi. Endi qandoqmi qilaman? Nemişki işlerini çağırmagandı. O kabiliyetli bir tuğtanız idi. Kabiliyetli valimiz Laban. İşlerini buraya getirip kağımını bilmeymen. Ama o nayet bir yaxşı tuğtanızı. Sen berip işlerge et. O kilam o nemini halis şunu berdiganligini. Eğer o Rahile bilen balını qutqizmasa, Yaqubni Fadandan qo'g'lab chiqarman deb va'da berganimni et. Tez bag'in. Tez bo'l. Yaqub Babildagi ilohlarimizning g'azabga uchramoqdimish. Bu bo'lsa ulug' ishlarga xiyonat qilganning jazosidir. Ağzını şun! Yaqub'dan nemişki ilahiden yardım tilindiganligini so'ra. Onun o'rnida bo'lgan bo'lsam, bundaq narsaga duch kelganda ilahimni asla unutmaydim. Meni boshlig'im Laban evatdi. Qizni qutqizsangiz, Yaqubni Fadandan qo'g'lab bitirganga va'da berdi. Bu nahayat yaxshi fursatga. Fadan xalqi ulug' ishlarning kuchini va ibodatxonaning sehrgari ishlarning qobiliyatini ko'rish kerak. Agar Rahilani qutqizib olsangiz, Fadan xalqining ishonchisi oshadi. Sizlarmi nurg'un boylik erishsizlar. Rahilaning o'limi o'xshash natija berdi. Bo'ldi qilayli, u o'lsin. Bo'ladi. Undaqda berib xalqqa et. Rahilaning ishlarga ishonmaganligi uchun o'lganligini, birla ilohga ishinib, ishlarga ishonmasa, mushundoq oqibat chiqadiganligini et. Rahila va uning bolasining o'limi bilan tang yomg'ir yog'sa, belki öldürürdü. Sen bilemsen. Yok, saklayman. Qarab bakaylı. İbadatxonning ilahi küçükmü yoki Yaqubning ilahi küçükmü? Bu nayeti aniq. Qalbda ishlarning bo'ladi.
Laban, nemi deb meni bu yerga kelding? Yoqub meni ojiz va zaif bir ilohi bor degan edi u. Undaqda u nurishga o'zining tangrisidan yordam tilemedi. Rahilaning hayoti sening qo'lingda. Onun yordam qilgin. Yoqubning ishlar ibodatxonasidan bu qadar tez yordam telishi xiyolimga kelmaganti. Sen ham xiyol qilyapsan, ishlar. Uxlamay tush ko'ryapsan. Railaning va balangning o'limini o'z ko'zing bilan ko'rgan chig'ingda ondan kimning haqiqiy tush ko'rayotganligini bilsan, Yoqub. Hayot va o'lim Allohning ilkididir. Ishlarning ilkida emas. İşlerinin bu yerga kelishini mana men talab qildim. Rahilaning o'zining Rabbidan boshqa bir kimga ehtiyoji yo'q. Uyimdan chiq, chiq ishlar. Yakup, ahsın şun. Ayoling bilan balang bugun kecha o'ladi. Bütün sevgan kishilaringdan ayrilmay turib, Ilohning g'azabiga Ayolim, tushmaydi. sening duoyingga hech nima bo'lmaydi. Uyimdan chiq. Qadan xalqi. Bu ne o'ziga ichinsin, ne sizlarga. Uning qilganlari sizlarga qo'rqoqchilik, ayoli va bolasiga o'lim elib keladi. Yaqinda ishlarning ulug'ligini va qudratini ko'rsizlar. Qadan xalqi. Agar qizim birini bo'lib qoladigan bo'lsa, o'lim ish chiqadi. Anladingmi?